tug'mayman. 18 oyga odamlar 2 partiya tug'di. Siz passiz. Fatma Zuhroni marojniy yegisi kelibdi. Nimaga Fatma Zuhro? Chunki ikkita yeyish kelibdi-da. Ana shu tashboqachalik ham bo'la olmadik, 3 marta tug'di. Durdonaxon bunaqa pastadani qizi bermayman deyapti. 18 oydan beri bitta ko'ylak bilan yuribman. Shedri bo'lib, dada bo'lib, bitta yangi ko'ylak olib bering. Yur bu yoqqa. Chinor restoran to'g'risidagi ayollar kiyim do'koniga keldik. Hamma narsa 88 ming. Любойni ol. Baribir pas ekaningiz. Nimaga? Ferangizjonchi. Ferangizjonga narsa bor, detski ham bor. Stirajon aytibdi, ana buni kiyaykanim. Bo'ldimi, tamommi? Yo'q, Sabina urushyapti. Nimaga? Ana bu ikkalasini tanlamayapti. O'sha uchun ikkalasini ham olamiz. Egizak bo'lmasa-chi? Bo'lmasa tug'mayman. Sen bularga qaramasan, bularga sig'maysan. Dieta qilyapman-ku. Qorning katta. Malikajon, ana buni 2 yoshga to'lganiga kiyadi. Maftunaxonga tug'ilganiga ana shuni kiydirish kerak ekan. O'zi aytdi. Sanobarjon aytdiki, bog'chaga ana shuni kiyib ketay ekan. Onajonlar uchun shuncha narsa bor ekan, bitta onam uchun narsa olaylik. Mani onam uchunmi? Mani onam uchun. Bo'lmasa tug'mayman. Dadasi zo'r ekan-u, uyimizga uzoq ekan. Buni lokaciyalari ko'p, xohlasang Kogonga, xohlasang 7-ga, xohlasang Saxirli Balisa tarafga, xohlasang ana shu Chinor restoran to'g'risiga. To'xta, o'g'il bo'lsa-chi? Bo'lmasa tug'mayman.